Barchaga salom. Bugungi videorolikimizda juda ham ta'sirli bo'lgan sevgi tarixini ko'rib chiqamiz. Ha, bu filmni barchamiz ko'rgandirmiz, ammo afsonaviy Titanikni yana bir marotaba ko'rib chiqishni barchamiz xohlasak kerak. Azizlar, sizlar uchun biz Telegramda yangi kanal ochdik va har bir videodagi filmlarni o'sha Telegram kanalimizga joylab boryapmiz. Agar filmlarni to'liq ko'rinishda ko'rishni xohlasangiz, kommentda va video ostidagi Telegram manzilimizga kirib ko'rishingiz va Telegram kanalimizga obuna bo'lishingiz mumkin. Demak, film qahramonlari bo'lgan Jek va Roza bir-birlari bilan Titanik kemasi ichida tanishishadi. Jek oddiy ko'cha bolasi edi. Titanik kemasi uchun biletni poker o'ynab yutib olgan. Roza esa badavlat oiladan va unashtirilgan edi. Barcha yo'lovchilar kemaga chiqishadi va kema o'z manzili tomon harakatni boshladi. Kechasi Jek tashqarida yulduzlarga qarab yotardi. Shunda uning yonidan juda go'zal bir qiz yugurib o'tib ketadi. Bu Roza edi. Jek uning orqasidan boradi. Qarasa, qiz yig'lab o'zini o'zi kemadan tashlamoqchi. O'sha yerda ular ilk marotaba Roza bilan tanishishadi. Ya'ni Jek Rozani qutqarib qoladi. Ammo buni Rozaning qaylig'i noto'g'ri tushunib, Jekni qamatmoqchi bo'ladi. Shunda Roza qaylig'iga u rostdan ham kemadan yiqilishiga bir baqiya qolganda, Jek uni qutqarganini aytadi va yigitni qo'llarini yechib, uni kechki ovqatga taklif qilishadi. Kechki ovqatga borishdan oldin ham ular yana uchrashib qolishadi. Roza Jekni qiladigan ishlaridan juda hayratlanar edi, ammo uning juda yaxshi rassomligi Rozani umuman hayratga solib qo'ydi. Shunda ular oldiga Rozaning oyisi keladi dugonalari bilan. Hamma Jekni yoqtiradi, ammo Rozaning oyisi uni umuman yoqtirmay, unga juda ham past nazar bilan qaraydi. Shundan so'ng Jek jentelmenlarcha kiyinib kechki ovqatga boradi. Roza uni ko'rib hayratga tushadi, chunki Jekka kostyum-shimlar juda yarashib turardi. Keyin ular Roza bilan aylanib yurishadi. Roza unga o'sha yerdagi boy badavlat odamlarni ko'rsatib, ular haqida aytib berib yurardi. Va nihoyat ular ovqatlanishga o'tirishdi. Jek oddiy yigit bo'lgani uchun qanday ovqatlanishni bilmasdi. Ustiga ustak Rozaning oyisi uni ustidan kulish uchun g'alati savollar beraveradi. Keyin Jek jentelmenlarcha o'zini tutishni yig'ishtirib, boricha ovqatlanib, boricha gapiradi. Va keyin Jek keta turib Rozaga xat qoldiradi. Xatda u Rozani haqiqiy bayramga chaqirgan edi. Ammo bu joy Rozadek badavlat xonimlar keladigan joy emas edi. Lekin Roza bilan Jek bu yerda mazza qilib raqsga tushishardi, ichimliklar ichib vaqtlarini xushchaqchaq o'tkazardi. Buni esa Rozaning qaylig'ini ishchisi ko'rib barchasini aytib beradi. Ertasiga esa Roza va qaylig'i o'rtasida juda katta janjal bo'ladi. Hatto ular uchrashmasliklari uchun Rozaning oyisi ham bu janjalga qo'shiladi. Ilojsiz qolgan qiz Jek bilan uchrashmaslikka qaror qiladi. Ular kemani sayohat qilib yurishganda, Rozani orqasidan Jek kelib, uni boshqa xonaga olib ketadi. Ammo Roza biz uchrashmasliklarimiz kerak deydi. Shunda Jek uni yaxshi ko'rishini, ha, u boy emas, kambag'al ekanini, ammo uni baxtli qila olishini aytadi. Lekin shuncha urinishlarga qaramay, Roza uni tashlab ketadi. Oradan sal vaqt o'tmay bunday hayot u uchun emasligini va Jekka befarq emasligini tushungan Roza Jekni yoniga qaytadi. Qarasa Jek kemaning uchida xayol surib turardi. Shunda Roza fikridan qaytganini aytadi. Jek esa uni ko'p gapirtirmay qo'lidan ushlab ko'zlaringni yum deydi va ular kema uchida xuddi uchayotgan qush singari turishib o'pisha boshlashadi. Keyin ular Rozaning xonasiga kirishadi va Roza undan uning ham suratini chizib berishini so'raydi va yalang'och holda deydi. Jek surat uchun divanlarni to'g'rilayotganini ko'ramiz. Shunda latofatli Roza ustida bitta xalat kabi kiyim bilan kirib keladi va uni ham Jekning oldida yechib tashlab butunlay yalang'och holda turardi. Jek boshiga ozroq dovdirab qoladi, ammo tezda o'zini qo'lga olib, qizni qayerda va qay uslubda yotishini ayta boshlaydi. Jek Rozaning suratini juda chiroyli qilib chizadi va suratni seyf ichiga qo'ygach, Rozaning qaylig'ini ishchisi xonaga kiradi, ularni qidirib albatta. Va Roza bilan Jek qochib kemaning omborxonaga o'xshash joyga kelib qolishadi. U yerda qimmatbaho mashinalar turardi va bu ikkala sevishganlar o'sha yerdagi mashinaning ichida birga bo'lishadi. U yerdan chiqqach, kema ustida Jekka Roza uni sevishini va u bilan ketishini aytadi. Shu payt esa kutilmaganda kema oldidan aysberg paydo bo'ladi. Qancha urinishlariga qaramay, kema baribir aysberg bilan to'qnashadi va kemaning pastki qismlarini darhol suv bosib ketadi.
Jek va Roza bu xabarni qaylig'i va oyisiga yetkazish uchun xonaga birga borishadi. Shu payt Jekning cho'ntagiga qimmatbaho brilliantni tashlab qo'yishadi, ayblab qamatish uchun. Va ular xonaga kirishlari bilan Jekni cho'ntaklarini qidirishib, qimmatbaho taqinchoqni topishadi. Jek Rozaga u o'g'ri emasligini aytaveradi. Shu payt Roza unga ishonishni ham, ishonmaslikni ham bilmay qoladi. Jekni olib borib kishanlab tashlashadi. Roza qaylig'i oyisi bilan qutqaruv qayiqlariga o'tirmoqchi bo'lishadi. Shunda Roza Jek o'g'rilik qilmasligini o'ylab, qayiqqa o'tirmasdan Jekni qutqarish uchun ketadi. Jekni zo'rg'a topib boradi, ammo Jekni qo'lini yechish uchun kishanning kalitini topa olishmaydi. Shunda Roza bolta topib keladi va bir urib Jekni kishandan ozod etadi. Ammo bu bilan barcha muammolar hal bo'lmas edi. Ular endigina zo'rg'a tepaga chiqib Rozani qayiqqa o'tkazishganda, Roza yana qayiqdan sakrab cho'kayotgan kemaga qaytadi. Jek bilan quchoqlashib yaxshi ko'rishini, o'lish bo'lsa ikkalamizga ham degan gapni aytadi. Ularni ko'rib turgan Rozaning qaylig'ini jahli chiqib, qo'liga qurol olib ular tomon o'q uza boshlaydi. Jek va Roza ilojsiz yana qochishga tushishadi va shu tariqa kema ham suv ostiga g'arq bo'ladi. Jek Roza uchun kema sinig'i topadi va uni shuni ustiga chiqarib o'zi muzdek suvda turadi. Shunda Roza Jekka uni qattiq yaxshi ko'rishini aytadi, ammo Jek unga bunday so'zlarni aytmasligini, ular hali xayrlashmasligi kerakligini aytib va yana ushbu kemaga chiqqanidan zarracha ham afsuslanmasligini, chunki bu yerda u Rozani uchratganini ta'kidlab o'tadi. Rozaga qanday qilib bo'lsa ham tirik qolishiga so'z berishini so'raydi va Roza tirik qolishga so'z beradi. Birozdan keyin bu yerga qutqaruv qayiqlari keladi, ammo hamma muzlab qolgan, hamma yoq o'liklarga to'la edi. Shunda ularning ovozini Roza eshitib o'ziga keladi va Jekka "Jek, bizni qutqarishgani kelishdi. Tur, Jek" deydi. Ammo afsuski, Jek ham muzlab halok bo'lib bo'lgan edi. Bunga chiday olmagan Roza juda qattiq yig'lardi va o'zi ham yotmoqchi bo'ladi. Ammo u Jekka bergan va'dasini eslab, Jek bilan vidolashib qutqaruvchilarni chaqiradi. Roza so'zini ustidan chiqib, tirik qoladi va ular qirg'oqqa yetganidan so'ng Rozaning qaylig'i uni izlab yurganini ko'radi. Ammo uning ko'ziga umuman ko'rinmaydi. Rozaning ismi sharifini so'rashganda, u Jekning familiyasi ila aytadi. Shu tariqa film ham o'z nihoyasiga yetadi. Hurmatli obunachilar, agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos videoni layklar bilan qo'llab-quvvatlang va kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Izohlarda esa ushbu film sizlarda qanday taassurotlar qoldirgani haqida yozing. Xayr, salomat bo'ling.